Assalomu alaykum. Mana hamolashgan bo'lgan sizlarga ko'rsatyapmiz. Bu yerda mana bu uychalar semeyni. 5 ta bir yerda oilaviy 5-6 kishi kelib namoz o'qiladi. Basseyni bor. Mana orqasida 2-3 ta xonasi. Dam oladigan joy. Bog'chasi bor. İçte joylarni qaranglar. Dahshat. Bu Bo'stonliq. Bo'stonliq. Alaykum. Produkt olib kelgan bo'lar. Tandirni qaranglar. Tandirda lavash tayyorlaydi. Mana boyagi xonalarimizni rasm qizlarimiz tabii bu 2 kishilik xona. Oldida jakuzilar bilan. Mana siz ben sizlarga ko'rsatgan xonadan besetkasi. Bu 2 etajli. Bu yerda yana bitta besetkasi, bu yerda basseyn. Basseyni bor, besetka bor. Dam oladigan joy bor. Pastda tushirishga. Bu yerda katta basseyni bor. Kuxnya restoran. Uni keyingi rolikda ko'rasizlar. Mana shunaqa joylarda kelib marhamat qiling. Mana ustalar buni bitkazyapti. Mana bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 ta. 5 ta xonada uni bitkazyapti. Zo'r joy. Kelinglar, pushaymon bo'lmaysizlar. Marhamat. Bo'stonliq. Mana shu bochkaning ichida это sauna. Kishini 2-3 kishilik sauna. Lekin zo'r. Yoziq